Bugungi temamiz restoranni marketing, reklama tomonlama qanaqa xodlar qilsa bo'ladi, qanaqa ishda reklama ishlaydi. Bizning Xo'rik akademiyamiz bo'yicha hozir yaqinda bir zaпрос tushdi. Zaпрос bo'yicha aytishyapti, что zo'r, hammasi zo'r, ishlashga tayyormiz, lekin hozir odamimiz kam, mehmonlarimiz kam. Mehmonlarimiz kam bo'lgani uchun yangi restoran ochilganini inobatga olib, qaysi personal bilan ishlaydi, qaysi personal ishlamaydi. Mehmonlarimiz kam bo'lgani uchun bir sistematizatsiya servis bo'yicha keyinroq 1-2 oylardan keyin naplov go'shtga chiqqanimizdan keyin kim personalda kim qolish kim qolmasligini bilishimizdan keyingina biz aloqaga chiqib siz bilan ishlashni xohlaymiz deyishyapti. Unga men o'zim fikrimni bildiryapman, что mehmon chaqirish hozir muammo emas, lekin marketing bo'yicha restoran uchun kerak. Ko'p joylarga boryapmiz, hamma tomon o'z marketingi yo'q. Odam chaqira olmaydi. Lekin odam chaqirish ham shart. Lekin uni qanaqa pravilari yo'li bor. Birinchidan u marketing tomonlama siz finans выделить qilganingizdan keyin определенный summani mehmon chaqirasiz. Masalan, blogerlarga reklama berasiz, internetga target, Instagram boshqasi o'zi naplov gostей bo'ladi. Naplov gostей bo'lgandan keyin sizda u mehmonlarni udержать qilib borish kerak. Hozir muammo emas reklama tomonlama mehmon chaqirish. Biz o'zimiz praktikamizda shunaqa bo'lgan. Masalan, mehmonlarni chaqiramiz, reklama kuchli aksent qilamiz. Polniy u narsa naplov gostей bo'lgandan keyin kuxnya tomonlama, servis tomonlama tayyor bo'lmay qo'ygan momentlar bo'lgan. Shu paytda biza o'zi shu reklama o'zini opravdat qilmaydi. Qanaqa opravdat qilmaydi? Maqsad reklamadan bir marta reklama qilib, bir marta naplov qilish emas. Undan maqsadimiz, что bizlarni olib kelgan bitta mehmonimiz повторно kelishi. Повторно kelgan taqdirda restoran foyda ko'ra oladi. Bir marta mehmon chaqirganimiz bilan foyda ko'rib, reklamani rasxodlarimizni paket qila olmaymiz. Unda biz mehmonni повтор kelishiga sabab bo'lishimiz kerak. Bu nima tomonlama? Вкусный kuxnya tomonlama, servis tomonlama biz ushlab qolamiz, atmosfera tomonlama. Shu paytda bizani mehmonlarimiz undan tashqari agar biz shu etapdan o'tsak, yonidagi potensialni yana 4 ta odam как minimum kelishi mumkin. Sarflanma radio bo'yicha kelishi mumkin. Agar biz marketingga urg'u berib, u marketingni naplov gostей qilganimizdan keyin servis tomon tayyor bo'lmasak, bitta kelgan odamni, bitta naplovni yo'qotamiz. Uni yo'qotishganimizdan tashqari yonidagi как minimum 4 ta odamni yana yo'qotamiz potensialni. U degani o'zi katta poterya, u reklama o'zini opravdat qilmadi и bizani dальше foydamizga как бы restoranni zarobitga ham u minus bo'ladi. Постоянно основада restoran bir ritm tutib ola olmaydi и o'zini shu foydasi zararini ko'rish qiyinroq bo'ladi shu tomonlama. Shu tomonlama расход qilingan, reklama qilingan, tomonlama emas qilingan, lekin biz mehmonni ushlab turamiz. Hozir o'zi tushunadigan restoranni to'g'ri ishlatib turgan restoratorlar yoki restoran egalari shu tizimga o'zi moslashib olishgan, что bir marta naplov qilish emas mehmonlarni. Bunda muammo yo'q. Hozir bizlarning zadachamiz shu mehmonni ushlab qolish, u mehmon bizlarga yanada kelishi. И undan tashqari shu yonidagi atrofidagi do'stlariga, qarindoshlariga, o'zi ish tomonlama partnyorlarga посоветовать qilib, rekomendatsiya qilgan taqdirda kelishi. Shu rekomendatsiyasi bilan kelgan taqdirda bizlar yanada o'zimizni shu reklama rasxodlarimizni opravdat qilgan bo'lamiz. И hozir shu restoran sohasida chiqqanlar bizlarga aytishyapti, что yo'q bizlar hozir qaysi ishchi ishlashadi bizlar bilmaymiz, mehmonimiz kam, mehmonimiz ko'paygandan keyin chaqiramiz, ishlashamiz, sistema qilamiz deyishyapti. Lekin bu juda xato deb o'ylayman. Nimaga desa, personal bizda masalan o'zimiz primerda aytadigan bo'lsak, 1 yilda 500 ta personal qo'limizda o'tgan. Постоянный штат, при этом masalan 50 ta odam bo'lganda 500 ta odam. Это нормально. Lineyniy personal restoran sohasida tekuchkasi это нормально bo'ladi. Bu holat normal holat hisoblanadi. Lekin biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Qaysi tomonlama, что bir personalni siz полностью обучать qildingiz, o'rgatdingiz,
u sizga dacha beryapti, ishlayapti. Agar u yerga ketib qolsa, sizda как будто tizim o'zgaradigandek yo kачество o'zgaradigandek bu his tuyg'u bo'ladi. U hozir personal kuchni tomonlama zal tomonlama. Shu narsa bo'lmasligi uchun sizda tizim bo'lishi kerak, standart servis. Standart servisiga javob berishi kerak kuxnya personalingiz, zal personalingiz. Agar shunga javob beradigan ответственный odam bo'lsa, shuni biladigan, tizimni ishlatadigan, shu tizimingiz ishlab tursa, sizga tekuchka personal sizni qo'rqitmaydi. To'g'ri, bir tomonlama yaxshi emas, tekuchka personal постоянно menat qilgani, но это shunaqa narsaki, что bu fakt, buni hech nima qilib bo'lmaydi. Ular ham odamlar, kimdir keladi, kimdir ketadi. Lekin agar sizda tizim bo'lsa, sizga u og'ir bir muammo ko'rsatib chiqarmaydi. Nimaga siz tizim ishlayapti? Tizim ishlagandan keyin sizda уже qaysi personalni qanaqa ishlatishni umuman muammosi bo'lmaydi. Siz unga полностью kelganda yangi personalga xuddi eski personal nima qilish turgan vazifalarini ko'rsatib berasiz. Письменный виде, практически частida shu tomondan umuman muammo bo'lmaydi. Shunga agar rioya qilib ishlaydigan bo'lsa, sizga xuddi shunaqa rezultat beradi. Unday rezultat o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun bu marketing частiga qaytadigan bo'lsak, что aytib o'tganimdek, bu как единый puzzle. Bu degani reklama kerak emas. Reklama bo'lishi kerak, bu обязательно kerak narsa. Lekin u bir-biri bilan соединен bo'lishi kerak, как komanda, katta komanda, что reklamный отдел marketing tomonlama o'zi ishlashadi. Ular bizga olib kelishadi mehmonlarni. Plan tuzishadi, oylik plan, yillik plan, yarim yillik plan tuzganda shu tomonlama o'zi ishlashadi. Постоянно mehmonlar, bizning kontingentimiz to'g'ri keladigan mehmonlarimiz, o'zlarimiz mehmonlar bo'lganda yig'ib olganimizdan keyin bizning o'z maqsadimiz dalshi bu tomonlama komanda ishlaydigan tomonlama внутренний sistemasida zalda biz ofisant, menejerlari, hosteslar, boshqa ishchilar, shef-povlar, povlarning zadachasi ushbu kelgan shu mehmonlarni marketingga tomon berganimizga уже naplivni ushlab qolish. Bu уже sistema tomonlama, что качественный servis, качественный blюдо, обслуживание hammasini ko'rsatganimizdan keyin biz ushlab qolamiz o'zimiz shu mehmonlarni. Bir-biri bilan соединёнda bu. Agar biz olib kelsak mehmonlarni marketingchi o'zini vazifasini bajarsa, biz bu yoqda ushlab qala olmasak, kuxnya tomonlama качественный blюдо yo servis tomonlama ushlab qala olmasak, все уже bu не оправдывает o'zini nimasini. Bu tomonlama уже servisimiz kuchli, kuxnyamiz zo'r, tam ovqatlar vkusniy, hammasi zo'r bo'lgan taqdirda, lekin marketing bo'yicha o'zini vazifasini bajara olmaymiz. Mehmon naplif olib kela olmasa, biz kimga u качественный servis ko'rsatamiz, kimga ovqatimizni tayyorlaymiz, u ham вопрос bo'lib qoladi-da. Shuning uchun bu ikkalasi ham muhim narsa. Ular birgalikda bir komanda bo'lib ishlashi kerak. Bir-birini naполнить qilib borishadi. Ustidan bir-biriga bir связанный часть bo'lib qoladi-da bu. Вот. U busiz ishlamaydi, bu usiz ishlamaydi. Shuning uchun marketing части ham, standart servisi ham, sistematizatsiyasi ham bu bir-biriga bog'liq, связанный bir-biri bilan. Hozir bu videomizda siz bilan restoranning bitta muammosini полностью ko'rib chiqdik. Keyingi videolarimizda Xo'rik akademiyasi bilan sof foydaga qaysi funksiyalar muhimligini ko'rib chiqamiz.